Laxatron, fake, yolg'on degan ekansizlar ko'pchiliklaring. Bu laxatron emas, fake ham emas. Men ham sizlarga o'xshagan oddiy insonman. Sizlarga o'xshagan qancha g'amni, g'urbatni, qancha qiyinchiliklarni orqada qoldirib kelgan insonman. Sizlarga o'xshab shu pulsizlikdan, pulgazorlikdan, qarzlarim ko'pligidan izlanib shu Bifrik kompaniyasiga kirib, hozirgi kunda ishlab daromad qilaman. Man dadamni 1,5 yildan beri doktor Toshkent, Dushanbe, qo'shni mamlakatlar, Moskva hamma tomonlarga analizlarini jo'natib, o'zim Toshkentlarga olib borib, Dushanbelarga qancha qarzlarga kirib ketganman. 1 yil 3 oy bo'ldi hozirda, mazalari yo'q. Shu uchun majbur shu Bifrik kompaniyasiga kirib, sizlarga o'xshagan oddiyligim uchun kirib, shu yerda ishlab daromad qilaman. Shu uchun mana o'zimga o'xshagan qiynalgan insonlarga mana shu kompaniyani borligini baland baqirib aytgim keladi. Kirib sizlar ham ishlanglar, daromad qilinglar, birlaringga 1000 qo'shilsin, birlaringni 2 qilinglar biz kompaniyada ishlab. Buni imkoniyatlari bor. Bizni Bifrik kompaniyamiz vazifasi mana shu oddiy insonlarga yordam berish, oddiy insonlar ham daromad qilish yo'lini topib chiqargan Anna Mixayeva o'zlari, chunki puldan qiynalgan bo'lgan o'sha paytlarda. Shuni sizlarga aytamiz desak, siz bizlarni laxatron, fake, aldoqchi, yolg'onchi, oddiy insonlar uchun bo'lgan programmaligi uchun bizni kompaniyani unaqangi mashhur insonlar reklama qilmaydi, chunki ular bizdaqa emas, ularning hayoti yaxshi.